Suhrobjon, juda ham ko'pchilik bosh og'rig'i, bezovta qiladigan bemorlarning asosiy qismida burundan nafas olishda muammo bo'ladi. Bu qanaqadir strukturalar bilan bog'liq muammo, lekin ko'pchiligi o'ylaydi, men doktorga borsam operatsiya qiladi. Yo'q, ko'pchilikda meni praktikamda operatsiyasiz ham yaxshi bo'lganlari juda ham ko'p. Даже operatsiya bo'lgan taqdirda ham o'sha protsessdan o'tib olsa, butun hayoti bosh og'riqsiz kechadi. Bu narsa haqida o'ylab ko'rish kerak. Qo'rqib bormasdan yurgandan ko'ra, borib ko'rinsa, deyar даже bir xil paytlarda operatsiyasiz ham hal bo'ladigan bo'lsa, albatta bu bemorni juda katta yutug'i hisoblanadi. Suhrobjon, burningizdan yaxshi nafas olishni boshlashingiz bilan boshingizdagi og'riqlar ketadi, charchoq alomatlari yo'qoladi. Asosiysi, o'zingizni bu jamiyatda to'laqonli, yaxshi, sog'lom inson sifatida his qilishni boshlaysiz. Demak, bunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, albatta lor shifokorga murojaat qilish kerak. Lor shifokor yoki dori-darmon bilan yoki operativniy yo'l bilan sizlarga foydali maslahatni beradi va bu muammodan oson qutulasizlar. Asosiy sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling va o'zingizni asrang.